Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli dehqonlarimiz. Bugun 2026-yil 10-may holatiga ko'ra biz Taxis kompaniyasini Carolina F1 gibrid urug'i ekilgan bu polyaga общий nimamiz parnikimiz qancha joyga ekilgan? 20 sotik qolibdi. 20 sotik edi, Carolina. Carolina. Buni qachon ekkansiz? Carolinani Noyabrda boshlariga ekkanmiz-da. noyabrda boshiga ekilgan. Bu parnik kechga Ha, bu qolib ketdi. kechikdi. Mana salqin tushdi, soya tushdi. Bular davno tugatib yubordik. Mana shunday holatda. Bu sabzi ko'p dehqonlarimiz so'rashadi. Carolina haqidagi holati mana kattaligi, sabzimizning rangi. Sizga buni Tangrine Praminasga nisbatan yoqqan tarafi qanaqa bo'ldi? Qisqacha gapirib o'tsangiz dehqonlarimizga yaxshi. Buni keyin nima tonnasi zo'r berar ekan-da. Tonna zo'r beradi. Keyin kalibri katta, chiroyli bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sabzi. Ha, kalibri katta, chiroyli bo'ladi. Keyin tonnani zo'r beradi. Keyin suvga ham zo'r chidamli ekan-da. Yorilib ketavermaydi. Mana prominslar bor-ku. Prominsga misol chanqatib suv berasiz-ku. Suv bersangiz yorilib ketadi. Bir kunda yorilib ketadi. 80% yorilib ketadi. Bunda yo'q bunaqa narsa. Qiziq. Yana bir ma'lumot aytib o'tamiz. Bu sabzilarimizni ob-havoga chidamliligi, boyagi stressga shu jihatlarni gapirib o'tamiz. Sabzilari muhit tanlaydi-da. Misolga hozir biz Samarqand viloyati Tayloq tumani Zarafshon mahallasi yangi qishloq. Zarafshon mahallasi yangi qishloq nimasiga turibmiz. Joylashuvimiz shu joylashuv. Bu joylashuvimizga Praminasdan ekilgan, nima ham Tangrina ham ekilgan, o'tgan Tangrina ekilgan. O'tgan yil ochiqqa Tangrina ekilgan. Ochiq dalaga ekdingiz. Zo'r bo'ldi. Buni bir ikkita ma'lumoti, buni vegetatsiya davri o'tib ketsa, vaqt soat o'tib ketsa, sabzi o'zi erkaklab ketadi, keyin tomirlashni boshlaydi. Bu tarafdagi parniklarga boyagi soyalik qilmagan, bu taraf soyalik qilgani uchun qoldirilgan. O'zi davri o'tib, o'zi boshlanyapti. Buni hozir terim qilmasa, keyin bargi o'sib ketib, boyagidek tomirlash xavf holati yuzaga keladi. Noyabrga ekilgan bu sabzi. Endi bu sabzini dehqonlarimizga tavsiya qilasizmi? Ha, aytaymanku, buni endi ochiqqa ham ekamiz-da, nasib qilsa. Ochiq dalaga hozir ekilganmi? Yo'q, ochiq dalaga hozir biz Tangrina ekamiz. Faqat Tangrina ekamiz. Tangrina. Endi xudo xolasa, mana pomidorlar ekib olsa, shuning qolgan joyiga Carolina olib qo'ydim. O'shandan bor Carolina ekaman-da. Sentyabrning boshiga, avgust oxiriga tayyorlaydi. Bu tonnani zo'r berar ekan-da. Qancha hisobda tonna berdi sizga? 10 sotiqdan deydi qancha? Hozir ochiqda tursa, buni sal ertaroq ko'ladik. Bu tonnani zo'r bosim bersa, bu indamay 10 beradi. Undan ham ziyod beradi. Gektardan 100 tonna demoqchisiz. Gektardan 100 tonna indamay beradi. Mana hurmatli dehqonlar, gektardan 100 tonna. Bu mana bu oddiy 150 gram chiqadimi mana shu narsada? Bundan katta edi bu taraflari. Tushunyapsizmi? Bundan katta bo'ladi sabzi. Sabzi chiroyli, juda ham chiroyli chiqqan. Men hozir bitta ma'lumot aytib o'taman. Bu bizlar bu sabzilar o'zi qishga ekishga mo'ljallanmagan. Bizlar dehqonlarimiz tavakkal qilib ekadi. Ha, shunday ekan. Keyin -10 gradus qishimiz bu yil uncha kuchli -10, -15 darajagacha chiqsa agar, bularga isitish tizimi yo'q, zugi ostiga bo'ladi. Endi buni chiqishi 50 ga 50, 100% mana shunaqa bo'ladi deb ayta olmaymiz. Bu tarafini ham aytib qo'ygan yaxshi-da. Yo'q, lekin sizga hozir mana shu sabzimiz -12 ni ko'rganda bu. Ha, to'g'rimi? -12 ni martda 10dami bo'ldi-ku. Ana shunda, u tarafda dugamiz bittasi ochiq qoldi. Ochiq qoldi. Ha, ochiq qoldi, faqat usti yopiq, beri ochiq. Lekin ana shu yergacha bar bildirdi. Bildirdi? Ha, bir 2 metr, 3 metr joyi bildirdi. Qolgan joyi o'shanda bar sovuq kirgan. 2 metr, 3 metr joyi bildirdi. Hozir uni emas. Buni moyillik ko'paygan. Buni yumshoqligi qanday, ularga nisbatan qattiqligi, yumshoqligi iste'mol qilishga? Ya, iste'mol qilishga zo'r. Endi
menga yoqqan tarafi boyagidek suvga chidamliligi. Aha. Qaqshab ketadi-ku. Ha. Qaqshab ketgandan keyin ham suv ochasiz-ku. Vaqtiga sug'orolmay Ha, qolasiz. vaqtida sug'ora olmay qolasiz, keyin qaqshab ketgandan keyin sug'orasiz, Mhm. yorilib ketmaydi-da sabzi. Mhm. Nima deydi? Keyin agar tagida nam bo'lib tursa, bu kattarish tezlashaveradi. Tagiga Ha, nam tursa. nami bo'lib tursa, Ha. tezlashib ketaverar ekan kattarishi. Tushunyapsizmi? Hmm. Bu namga moslashgan sabzi o'zi aslida. Mhm. Men bilishimcha, endi 2 yildan beri, 3 yildan beri ekayotgan bo'lsa, namga moslashgan sabzida. Namini qochirmash kerak ekan iloji boricha. Iloji bor. Ha, yer qismasa kattarib ketaveradi. Kuni tezlashaverar ekan. Mhm. Yerda juyani yumshoqligi. Ha, jo'yani baland qilib olish kerak ekan. Ha, juyani baland Ha. qilib olish kerak. Ha. Jo'yani baland qilib olsa, shunda sifatli chiqaveradi, keyin bemalol kattaradi sabzi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yana Zaxlatish shart emas, tepasigacha. Bir ikkita joylarni ko'rdik, sabzilarni. Shunaqa holatlarni ko'rdik, jo'yasi past bo'lib qolgan, Ha. sabzining uchi to'lmaganda. to'lmaydi. To'lmagan. Qisib qolaveradi. qolgan. Yer qisaveradi-ku. Bu kuni kelgan, lekin sabzi o'zi to'lmagan. Shunday bo'ladi. Iloji boricha jo'yan baland olaman-da men. Aha. Bu Baland sug'orishi tomchilagich bo'lganmi yo? Yo'q, Kapelni bu shilangi bo'lmagan a? qarang, birinchi chiqarib olishim oqizib chiqarganman. Ha. Yerdan haydaganman. Ha, oddiycha usulda Ha, sug'orilgan. oddiy. Ha. Keyin bir kultivasiya qilgandan keyin yaqinda Mhm. suv bo'lmay qoldi, kapelni tashlab krandan Mhm. kapelni bilan sug'orib oldim. Mhm. Men kultivatsiyadan keyin kapelni ariq ichiga tashladim. Sug'orib oldim, yaxshi bo'ldi. Keyin suv kelgandan keyin ariqdan quyib yubordim. Mhm. Mana prominensimiz bor edi, bir duga qaqshab turuvdi, prominens yorilib ketdi. Ha, suvni chanqatib Ha, qo'yganingizga 80% yorilib ketdi. 80%, tiniq 80%. Mhm. Hali ham tutib oldiradi. Lekin bunda yoriq yo'q. Mhm. Tangerina, Karolina yoriq. Tangerina tonnani kamroq beradi. Karolina tonnani zo'r beradi. Tonnani zo'r Ha, beradi. O tosh bosadi. tosh bosadi. Siz o'zingiz sabzi sotasiz ama Ha, bozorga, Ha. sabzi sotasiz. ha. Yil 12 oy sabzi bilan 12 shug'ullanasiz. sabzi bilan shug'ullanaman. Ha. Ha. Xudo. Endi men bilganim, Orif, Mhm. mana bu Qozog'istondan, anudan keladi-ku, Rossiyadan keladi-da, Mhm. Karolina keladi-da. Men Ha. shunga qiziqqanman-da, nima uchun Karolina ekan bu? Tushunyapsizmi? Mhm. Endi tushunyapman-da, bu tonnani zo'r berar ekan. Tushunyapsizmi? Ha. Ertaga sal arzon bo'lsa ham Ha. qoplab ketadi. Ha. Bolalar aytadi, olib kelayotgan bolalar 100 tonna chiqdi, 110 tonna chiqdi deydi. Men hayron qolardim. Bu Karolina kelardi, Ha. keyin yetilib, toza yetilardi, bizarnikidan ham yetilardi ular. Qip-qizil bo'lib, boshqacha bo'lib ketadi. Yaxshi Tonnani siz zo'r beradi. shu 10 tonna hisobidan olgan bo'lsangiz aka, gektardan 100 tonna bo'ladi. Ha, Sotig'idan 1 tonna hisobidan Ha. olgan bo'ladi. shunday. Chiqadi, bemalol chiqadi. Buni ektirishi qanaqa bo'lgan? Qo'lda Apparat ektirgan. bilanmi, qo'ldan? Yo'q, qo'lda. Qo'ldan. Endi apparatda baribir xato chiqadi. Qo'lda aniqda. Ha. To'g'ri. Qo'lda ektirsa boya tonnani olsa bo'ladi. Mhm. Lekin apparatda olib bo'lmaydi. Apparatda qiyin masala. U tonnani olish apparatda qiyin. Va xatoli apparat har xil ekanda. Xudo xohlasa Karolinani ochiq dalaga ham Ha. ekib videosini qo'yishga harakat qilamiz. Ha. Endi muhimi bizlar dehqonlarga shuni tavsiya qilamizki, endi ko'proq daromad olish kerak. Ha, Hamma dehqon ham. shunday, ha. Endi tonnani qancha Unumli ko'p foydalanish bersa, kerak ha, yerdan. yerdan unumli foydalanish, Ha. to'g'ri. Siz bilan mana qisqacha bo'lsa ham fikr almashdik. Xudo xohlasa qanaqa savol mulohaza bo'lsa, yana maslahatlashib ish qilaveramiz. Ha, shunday. Siz bilan Xudo xohlasa bir 4-yildan beri birga ishlayapmiz. Shunday. E'tiboringiz uchun rahmat. Agrohouse jamoasi bilan keyingi safargi nimalarimiz, sabzilarimiz Tangerina, Prominence va Karolinaga Ha, ochiq dala chiqqandan keyin shunga kelamiz. shunga Xudo xohlasa Chiqadi ko'rishamiz bir degan oyda. umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat, Zohid aka. Dehqonchilikka Salomat. baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Xudo xohlasa yana yangiliklar bilan endi qanaqa oziqlantirishlar ular keyin Ha. gaplashib o'tiramiz. Xayr, O'zimiz salomat bilan bo'ling. maslahatlashamiz. Ha,